Qur'oni Karimda Robbimiz marhamat qiladiki, astag'izu billah, "Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Odamlarning qilmishlari tufayli quruqlikda va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi deydi. Mana hozir bu suhbatlarimizni ham bir necha juma oldin ham aytgandik. O'zimiz o'sha suvlarni ichamiz, chorvoni suvini ichamiz. Lekin chorvoqqa borganda har qanaqa buzg'unchiliklar ham o'sha yerda, bunday qarasangiz. Biz shu suvni ichamizmi deb hatto o'sha vodoprovodni kranlaridan suvni ichmaslikka ham sabab bo'ladi ba'zan. Odamlar hammomini bir xil joylarda juda beparosatlarcha ish tutib, hojatxonalarni ham unab qo'yishyapti. Bu hech kimga sir emas bugungi kunda. Tashvishli bu holat. Endi farosat yarim karomat deydi. Farosat bozorda sotilmagandan keyin u bechoralarga ham qiyin. Endi sotayotgan bo'lsa ekan, falon joyda sotyotdi, ozgina olsangiz yaxshi bo'lardi desangiz, olsa-ku farosatli bo'lib qolsa. Farosat bu shakllanadi, uyda shakllanadi. Bunaqa qilmagin deydi, ota o'g'liga aytadi, doda navarasiga aytadi. Bunaqa qilishlik joiz emas. O'zingni o'tirgan shoxingni kesyapsan-ku, bolajonim desa, hech bo'lmaganda shuni tartibga solishligimiz kerak bo'ladi-da.